Qiz bola blogerlardan bitta futbol komanda tuzib bering. Varataga Yoqtirmaydiganni qo'yib yuborsiz. To'p basharaga yoqtirmaydiganim yo'q dedim-u, boya ham eslolmadim. Ishonganlarimni qo'ysam bo'ladi, Rayhonmi. Kulgim kelyapti o'ylagan odamlarimni. Yo, aytib yuboring. Zashitaga Bonamurni, Mobiloloni, Parizoda Usmonovani shu eskilardan qo'yibamizda endi. Eskilardan bilan eski bo'lib ketdi. Ruxsarimni qo'ysak bo'ladi, Zashitaga zo'r. Hujumga o'tdi. Po'zlashdagi. Yo'q, men hujumga o'tishga qiziqaman. Shuncha bloger qanaqa taniyman? O'g'il bolalarni qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi. Azimchik bor, Shohruz, keyin PUBG Shohruz, o'rtada Azimchik. PUBG Shohruz bilan Endi hujumga yana 3 ta. hujumga Salifar. Opam yuradasiz. Barnini qo'ysak bo'ladi. Lekin opa hujumga yaramaydi, hozir varataga yararli bo'lib, xudo xolisa bo'lib turibdilar. Bir donali gol uradigan hujumchi bo'ladi-yu, o'sha eng yoqtirgan bitta. O'zim, Nayzixon. Bu komandani treneri kim bo'ladi endi? Siz Ha, trener ham bo'laman. trener bo'lasiz. O'zi bir необычный komanda tuzildi menimcha. Bu komanda bilan qaysi naseshi futbol komandani yutsa bo'ladi? O'zi o'ynab kulib Barselonani yutib yuboramiz, brat. Bosib undan o'tib ketamiz. Podpischiklarimga ishonaman. Eng kamida bo'lmadi deganda 40 mingta men uchun yig'ishadi. Sizlarni juda sevaman. Esinglardan chiqmasin. Tur bilan 0 bo'lish kerak. 40 mingta. Bularga podpisini bo'lib qo'ying.